Bu bemorimizda 8 yil davomida yuzdagi o'g'rilardan qiynalib kelganlar. Ko'rib turishingiz mumkin, yuzlarda katta yiringli o'g'rilar bor edi. Bu o'g'ri kasalligining 3-darajasi. Menga murojaat qilishdan oldin juda ham ko'p joylarga borganlar, ko'p lecheniya qilingan, lekin hech qanaqa natija bo'lmagan. Har xil kremlar surtganlar, uxodlar qilingan, lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. To'g'risi meni yuzim shunaqa bo'lib qoldi, endi buni davolab bo'lmaydi, tuzatib bo'lmaydi deb xafa bo'lib yurganlar bir kun meni Instagramda natijalarimni ko'rib menga murojaat qildilar. Men aytdim, qabulimga keling, yuzni holatini ko'raman, shunga qarab sizga maslahat beraman. Qabulim kelganlardan keyin yuzlaridagi holatni ko'rdim, diagnoz qo'ydim va biza etap-etap lecheniya qilishni boshladik. Lecheniyamizga 7 oylar davomida vaqt ketdi. Hozir ko'rib turishingiz mumkin, yiringli o'g'rilar umuman qolmagan. Eng asosiysi hozirgi vaqtda o'g'rilar umuman chiqmayapti. Bemorimizda davolanishdan oldin o'zlariga bo'lgan ishonchlari yo'qolgan edi. Men tuzalmayman deb depressiyaga ham tushib qolgan edilar. Hozir ko'rib turishingiz mumkin, yuzlarida o'zgarish juda ham zo'r. Oynaga qaraganlarida o'zlariga bo'lgan ishonchlari yanada ortib boradi. Agar siz ham yillar davomida o'g'ri kasalligidan qiynalib yurgan bo'lsangiz, menga murojaat qiling. Sizni qiynab kelayotgan o'g'rilardan qutulishingizga yordam beraman.